Mana bu assalomu alaykum hammaga. Mana 62-uy. Qaysi ko'cha edi? Hunter Rekstrasse degan. Mana bu yerda Albert Einsteinning nimasi birinchi ayoli yashagan. Mana teparoqda ekan. Mana 62-uy. Mana bu yerda yashagan mana. Mana bu yerda odamlar mana plastikka ayoli yashagan uy. Shveysariyaning Syurix universiteti yaqinida Albert Einsteinning ayoli yashagan uy. Mana bu. Birinchi ayol bilan shu yerda yashab, keyin Amerikaga ketgan. Mana aholi yashaydi bu yerda. Huttenstrasse. Albert Einstein yashagan mahalla va uy mana bu. Xotinining uyi. Aniqrog'i, keyin xotinining uyi bo'lib qolgan. Mana ko'cha, mana ko'chaning o'rtasida turibman. 30 dan oshiq yurish mumkin emas ekan bu yerdan.